erkak kishi birdan o'zgarib qolsa, oldingidaqa yozmasa, oldingidaqa kulmasa, oldingidaqa qiziqmasa, oldingidaqa gaplashmasa, qiz bolani miyasida sirrazu bitta fikr paydo bo'ladi-da. Meni sevmay qo'ydi, boshqasini topgan, mendan ko'yini sovibdi, men endi unga kerak emasman. No, har doim ham bunaqa bo'lavermaydi-da. Ba'zida haqiqat umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Bilasizlarmi, erkakning eng og'ir davri qanaqa bo'ladi? Pul yo'q payti, ishi yurishmayotgan payti, mashinasi buzilgan payti emas. Erkakning eng og'ir davri o'zini foydasizdaqa his qilayotgan paytida. Erkak o'zini kerak emasdaqa his qilgan payti, o'zidan nafratlanadigan payti. Tasavvur qil, ichingda mingta problemalaring bor. Qizlar, bosim, qo'rquv, mas'uliyat, kelajaging uchun xavotirdasan. Atrofingdagilar bo'lsa sendan qanaqadir natija kutyapti-da, ota-onang kutyapti, aka-ukalaring kutyapti, opa-singillaring kutyapti. Hamma sendan nimanidir kutyapti-da. Sen bo'lsa o'zingni singandaqa his qilyapsan. Shunaqa paytda nima ko'ngilga sig'adi deb o'ylaysizlar?